Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunlik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qaynamizda diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Amerika Mudofaa ministri davlat mudofaa xamchotining Xitoy tahdidiga qarshi manba bilan ta'minlaydiganligini bildirdi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika muavin davlat mudofaa ministri oldingi oyda parlamentga sunilgan yangi 1 yillik davlat mudofaasi xamchoti haqida to'xtalib, yangi davlat mudofaa xamchoti Xitoyning tahdidi va bexatarlik xirisiga taqobil turish uchun yetarli manba bilan ta'minlaydi degan. Amerikaning muavin davlat mudofaa ministri Kathleen Hackes 8-iyun Washingtondagi bir aql ambarda qilgan so'zida davlat mudofaa ministrligi talab qilgan 715 milliard dollar xamchotning harbiy texnikani tadqiq qilish, taraqqiy qildirish, sinoq qilish uchun xarajat qilinadigan 112 milliard dollarni o'z ichiga olganligini bildirgan. Hackes mudofaa xamchotini kontrol qilish uchun davlat mudofaa ministrligining bir qism xatarli qurol sistemasiga ajratilgan xarajatni ozaytirish orqali tejab qolgan chiqimni yangi qurol texnikasini taraqqiy qildirishga ishlatadiganligini bildirgan. Mazkur turlar tor, yiroq masofalik etish, mikroelektron, hujum va mudofaa xarakterlik ovozdan tiz qurol va sun'iy idrokni o'z ichiga oldi ekan. Yangi mudofaa xamchoti yana Xitoyning Osiyodagi kengaymichiligiga qarshi turishni maqsad qilgan Tinch okean tahdid plani uchun ishlatiladigan 5 milliard 100 million dollarni o'z ichiga olganligini, bu xarajatning Amerikaning Tinch okeanning tinchligini saqlash va'dasini amalga oshirish uchun ishlatilganligini bildirgan. Xitoy Uyg'ur sud kollegiyasiga qarshi yig'in tashkilladi. Xitoy Sharq Turkistonda ijro qilayotgan jinoyatlarni xalqaro jamiyatdan yoshirish uchun barliq vositalarni qo'llanayotgan bir paytda Angliyaning London shahrida 4-iyundan 7-iyungacha ochilgan Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur, qozoq qatorliq millatlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini tekshirish maqsad qilingan Uyg'ur sud kollegiyasining tunji qatimliq isbot anglash yig'ini Xitoyni qattiq bearam qilgan. Atalmış Uyg'ur Abnum rayonluq axborot va tashviqot bilimi 9-iyun Urumchida axborot e'lon qilish yig'ini o'rinlashtirgan. Yig'inga atalmış Uyg'ur Abnum rayonluq axborot ishxonasi bayonotchisi Elijan Inoyat, atalmış Uyg'ur Abnum rayonluq fan texnika jamiyatining raisi Gulnar Ubul, atalmış Xinjiang universiteti qonun fakultetidan Erkin Samsaq qatorliq qo'rjaq amaldorlar qatnashgan. Axborot e'lon qilish yig'inida Uyg'ur sud kollegiyasida Xitoyning jinoiy qilmishlari haqida guvohlik bergan Tursunay Ziyovuddin xonimning inisi Fazil Ziyovuddin, uning atalmış qo'shnisi Tojigul Abdulla, Shamshunur G'upur xonimning singlisi Marhaba Abdug'upur, Zumrat Davud xonimning aksi Abduxalil Davud, Mehrgul Tursun xonimning inisi Akbar Tursun, Sayragul Savudbay xonimning ilgirki xizmatdoshi Solungo, Mahmud Tavakkul apandining ayoli Habiba Himit qatorliqlar yolg'on guvohlik berishga majburlangan. Axborot e'lon qilish yig'inida Elijan Inoyat, Gulnar Ubul, Erkin Samsaq qatorliq qo'rchoq amaldorlar Uyg'ur sud kollegiyasini qonunsiz sud qilish salohiyati yo'q, guvohchilarni bo'lsa artistlar deb bildirgan. Axborot e'lon qilish yig'inida yana Xitoy haqiqiy mohiyatini oshkorlab, Uyg'ur sudida guvohlik bergan shohidlarning shaxsiyatiga hujum qilgan va ularga har xil tuhmatlarni ortgan. Cümleden Erkin Asiya Radyosu'nun xabarida bildirilishicha, yig'inda Tursunay Ziyovuddin xonimning qo'shnisi deb tunishtirilgan yolg'on guvohchini amaliyotda Tursunay xonim umrida ko'rib boqmagan ekan. Kuzatuvchilar Xitoyning yaqinqi mezgillarda xalqaroda jonlantirayotgan tashviqotlari va Uyg'urlarga qaratgan tuhmatlarning yolg'on tashviqotdan boshqa narsa emasligini, xalqaro jamiyatning Xitoyning haqiqiy abdi bashirisini tunib yetganligini, garchi Xitoy Uyg'ur sud kollegiyasini qonunsiz, inovatsiz deb jar selayotgan bo'lsa-mu, ammo Urumchida ochilgan muxbirlarni kutib olish yig'inidan Xitoyning bu suddan qanchalik bearam bo'layotganligini ko'rib olg'ili bo'lganligini bildirishmoqda. Yaponiya va Avstraliya Sharq Turkiston haqida to'xtaldi. Yevropa xabarlari to'g'ridan xabarda bildirilishicha, Yaponiya bilan Avstraliyaning davlat mudofaa va tashqi ishlar ministrlari 8-iyun o'tkazilgan to'r yig'inidan keyin e'lon qilgan birlashma bayonotda Sharq Turkistondagi bostirish siyosati haqida to'xtalgan. Ikki davlatning yuqori darajali rahbarlari to'r orqali o'tkazilgan uchrashuvda dengiz okean bexatarligi jihatidagi hamkorlikni texmo kuchaytirishga qo'shilgan bo'lib, Tayvan bo'g'ozi bexatarligining muhimligini tunji qatim alohida ta'kidlagan.
yig'indan keyin e'lon qilingan birlashma bayonotda ikki taraf Sharqi Turkiston vaziyati haqida to'xtalib, biz Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa millatlar duch kelayotgan kishilik huquq dafsandichiligiga qattiq ko'ngil bo'lamiz va Xitoyning xalqaro kuzatuvchilarining darhol cheklimasiz ziyorat qilishiga yo'l qo'yishga chaqiramiz degan. Avstraliya va Yaponiya ministrlari yana Sharqi dengiz va Tayvan bo'g'ozining tinchligi va muqimligini ta'kidlagandan sirt, Beijingning eng yangi harakatlarining Hong Kongning demokratiyasini ojizlashtirib o'tganligini tilga olib o'tgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin bu haqda ifoda bildirib, ikki davlatni Xitoy tahdidi o'yinini o'ynadi, asossiz to'kmat chapladi, ichki ishimizga aralashdi deb ayblagan. Xitoy chet elning jazosiga qarshi turish qonunini ma'qulladi. Xinhua agentligining xabarida bildirilishicha, Xitoy doiralari 13-navbatlik mamlakatlik xalq qurultiyi doimiy komitetining 29-qatimliq yig'inida chet elning jazosiga qarshi turish qonunini rasmiy ma'qulladi. Xabarda qayd qilinishicha, bugun o'tkazilgan Xitoy 13-navbatlik mamlakatlik xalq qurultiyi doimiy komitetining 29-qatimliq yig'inida bir qancha qonun loyihasi va 2 qaror ma'qullangan bo'lib, sonliq ma'lumot bexatarlik qonuni, Janubiy dengiz erkin savdo porti qonuni, harbiylarning o'rni va huquq kafolat qonuni bularning qatoridan ekan. Undan boshqa harbiy aslahalarni qo'g'dash qonuniga tuzatish kirgizilgandan sirt, yangidan chet elning jazosiga qarshi turish qonuni rasmiy ma'qullangan. BBCning xabarida bildirilishicha, Sharqi Turkistondagi kishilik huquq masalasi Xitoy Hong Kongda yo'l qo'ygan davlat bexatarlik qonuni sababli Xitoyning Amerika va G'arb davlatlari bilan bo'lgan tirkishishi keskinlashgan. Amerika va G'arb davlatlari birlikda Xitoy shirkatlari va organlari hamda Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligiga chetishlik Xitoy amaldorlariga ko'p qatim jazo yurgizgan. Shu sababli Xitoy chet elning jazosiga qarshi turish qonunini ma'qullagan. Mutaxassislar bu vaqtda to'xtalib, mazkur qonunning Xitoyning chet el shirkatlariga, amaldorlariga va siyosatchilarga qarata turli usulda jazo yurgizishini qonuniy asos bilan ta'minlaydiganligini bildirgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian bu qonunning G'arbning qattiq siyosatiga qarshi turish uchun ekanligini, Xitoyning bu yilning 5-idan boshlab ko'p qatim munosabatlik davlatlardagi o'rin va shaxslarga qarata cheklash tadbirlarini yo'l qo'yganligini bildirgan. Altayni xitoylashtirish maqsad qilingan Altay Urumchi yuqori sur'atli tosh yo'l qurilishi tiziltildi. Tangritog' to'rining 9-iyundagi xabarda bildirilishicha, Sharqi Turkistonning shimolining bo'libmi keng yayloqqa ega Altay viloyatining xitoylashtirilishini tiziltish maqsad qilingan Altay Urumchi yuqori sur'atli yo'li bu yil oxirida bitadi ekan. Xabarda qayd qilinishicha, S21 Altay Urumchi yuqori sur'atli yo'lining Burul-To'qay bo'lagida pat yaqinda asfaltlashtirish boshlandi ekan. Altay Urumchi yuqori sur'atli tosh yo'li Sharqi Turkistonning shimoliy qismiga joylashgan bo'lib, umumiy uzunligi 342 kilometrdan ortiq ekan. Bu yo'l Qurban To'ng'ut qumliqi Jungar o'ymonliqini kesib o'tadi ekan. Qurilish rasmiy bitsa, Sharqi Turkistondagi tunji qumliq yuqori sur'atli tosh yo'li bo'lib qoladi ekan. Navbatda bu yuqori sur'atli tosh yo'l qurilishi umumyuzlik asfaltlashtirish bosqichiga kirgan bo'lib, bu yilning oxirigacha bitadi ekan. Kuzatuvchilar Xitoyning 5 yillik planiga asosan Sharqi Turkistonni xitoylashtirishdan iborat razil planini tezdan amalga oshirishga tirishayotganligini, buning uchun Sharqi Turkistonning shimoliy qismiga joylashgan keng yayloqlari, go'zal tabiiy manzaralari, mo'l suv boyligi bilan to'nilgan Altay viloyatini xitoylashtirish qadamini tiziltish uchun Altay Urumchi yuqori sur'atli yo'li qurilishiga jiddiy tutish qilganligini bildirishmoqda. Erdo'g'an Qirg'iziston prezidenti Jabbarovni alohida marosim bilan kutib oldi. Turkiya Cumhuriyeti Cumhur raisi Recep Tayyip Erdo'g'an Turkiyaning Qirg'izistonga bo'lgan har turli qo'llashini davomlashtiradiganligini aytdi. Erdo'g'an bilan Sadir Jabbarov marosimda o'z o'rinlariga kelishi bilan ikki davlatning istiqlol marishlari o'qildi. Marosimda tarixda qurilgan 16 turk davlatiga vakillik qiladigan bayroqlar va askarlarmi vazifa oldi. Marosimga Turkiya tarafdan muavin Cumhur rais Fuat Oktay, Tashqi ishlar ministri Mavlud Cavusho'g'lu, Moliya ministri Lutfi Alvan, Madaniyat va sayohat ishlari ministri Mahmad Nuri Ersoy, Savdo ministri Mahmad Mush, Cumhur raislik mahkamasi uchur aloqa idorasining boshlig'i Fahrettin Altun va Cumhur raislik sariy bayonotchisi Ibrohim Kalin qatorliqlar qatnashdi. Qirg'iziston tarafdan Sadir Jabbarovga yuqori darajalik ministrlar va harbiy mas'ullar hamroh bo'ldi. Erdo'g'an bilan Jabbarovning ayrim ko'rishishi va hay'atlar aro ko'rishishlardan keyin ikki rahbar birlikda axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi.
Erdoğan hürmetli Qirg'iziston prezidentiga Turkiyaning Qirg'iz xalqi va davlatiga bo'lgan qo'llashini yana bir qatim ta'kidladi. 2021 yili 11 aprel o'tkazilgan asosiy qonun referendumi burilish nuqtasi bo'ldi. Qirg'iz xalqi bu referendum bilan prezidentlik tuzumini tanladi. Yangi tuzumning xayrli bo'lishini umid qilaman. Qirg'izistonning yangi imkoniyatlarining turtkisi bilan ilgirlaydiganligiga ishonaman. Turkiya tajribalarini o'rtoqlashishni va Qirg'izistonga bo'lgan har turli qo'llashini davomlashtirdi deganlarni bildirdi. U ko'rishdi yana Turkiya bilan Qirg'iziston o'rtasidagi savdo munosabatlarini tafsiliy ko'zdan kechirganliklarini bildirib, 507 million dollar saviyasidagi savdo umumiy hajmida Xitoy virusi mazgiliga qaramasdan cho'ng tuvallash ko'rilmadi. Demak, yoshurun kuchimizning yuqori ekanligi nihoyat aniq. 1 milliard dollarlik savdo umumiy hajmiga yetish uchun texmo g'ayrat qilamiz. E'lingan qarorlar va qisqa vaqt ilgari imzolangan kelishimlar bilan strategik sheriklik munosabatimizning ahdi asosini kuchaytirdik. Yuqori saviyalik strategik hamkorlik kelishimi to'g'risida o'rtaq xitobnomamizda bosadigan qadamlarga munosabatlik plan loyihalarimizni belgiladik. O'zaro selinmalarni taraqqiy qildirish masalasida qimmatli qarindishim bilan o'xshash hissiyotni o'rtoqlashishdan o'zimni mamnunlik his qilaman. Turkiya Qirg'iziston o'rtasidagi aeroplan safarlari ko'paytirildi. Buning bilan bu berish kelishlar texmo quyuqlashidi va texmo farqli holga keladi dedi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Qirg'izistonning Turkiyaning xalqaro sahnalarda ahamiyatining eshiyotganligidan mamnun ekanligini bildirdi. Blinken Amerikaning Xitoyni vabo masalasida javob berishga davomli majburlaydiganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitoy virusining manbasi masalasida kerakli javobga erishish uchun davomli Xitoyni majburlaydiganliklarini aytdi. Antony Blinken Avam palatasining Tashqi ishlar komitetida ochilgan va ministerlikning 2022 yil xamchoti muzokara qilingan yig'inda Amerikaning tashqi siyosatida oldingi o'rinda turadigan masalalarga munosabatli savollarga javob berdi. U asosligi Amerikaning Xitoy bilan tirkishishining qaysi ahvolda ekanligiga va bo'libmi Xitoy virusining manbasiga munosabatli savollar kun tartibga kelgan yig'inda Kongress a'zolarini zarur qadamlarni bosganligi to'g'risida qoyil qilishga tirishdi. U Xitoy virusining manbasiga munosabatli qo'llaridagi barliq dalil isbotlar va har qaysi organlarning dokumentlaridan foydalangandan keyin Xitoyni javobgarlikka tortadiganliklarini bildirdi. Turkiya Miladichning muddatsiz qamoq jazosining tasdiqlanganligi munosabati bilan bayonot e'lon qildi. Turkiya Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Turkiya Bosniya Hersegovina Qaspi degan nom bilan tanilgan Ratko Miladichning muddatsiz qamoq jazosining tasdiqlanishining Srebrenica qirg'inchiligi qurbonlarining yaqin yo'riqlarining azoblarini taskin topqizolmasimi, adolatning javlon qilishi nuqtasidan to'g'ri bir qaror ekanligini bildirdi. Turkiya Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministrligi Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Bosniya Hersegovina Qaspi degan nom bilan tanilgan Ratko Miladichning muddatsiz qamoq jazosini tasdiqlaganligi to'g'risida bayonot e'lon qilib, mazkur qaror Srebrenica qirg'inchiligi qurbonlarining yaqin yo'riqlarining azoblarini taskin topqizolmasimi, adolatning javlon qilishi nuqtasidan to'g'ri chiqarilgan qarordir deganlarni qayd qildi. Ministerlikning yozim bayonotida Miladichning 1992 yildan 95 yillari orasida sodir qilgan irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat va urush qonuniga xiloflik qilish jinoyatlari sababli 2017 yili muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinganligi xotirlatib o'tildi. Miladichning mazkur hukmga e'tiroz bildirganligiga ishorat qilingan bayonotda natijada uning muddatsiz qamoq jazosining Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi tomonidan ma'qullanganligi eskartildi. 1995 yili ustidan tutish buyrug'i chiqarilgan va 2011 yili 26 may, ya'ni oradan 16 yil o'tgandan keyin Serbiyada qo'lga tushirilgan Miladichning sudi 2012 yili boshlangan edi. Bayden bilan Stoltenberg o'rtaq mudofaa, Afg'oniston va Xitoy masalalari to'g'risida so'zlashdi. Amerika prezidenti Joe Biden 14-iyun Belgiyaning poytaxti Bryusselda o'tkaziladigan Shimoliy Atlantik akti tashkiloti NATO boshliqlar yig'inidan ilgari NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergni Oqsaroyda kutib oldi. Oqsaroy bayonotchisi Jen Psaki yozim bayonot e'lon qilib, Bidenning NATOning bexatarlik va demokratik qimmat qarashlarini qo'g'dashda qo'lga keltirgan utuqlarini davomlashtirish uchun ittifoqdoshlari bilan yaqindan hamkorlashish irodasini o'ttirg'a qo'yganligini eskartib, Biden bilan Stoltenberg strategik raqobat va klimat o'zgarishi,
tor hujumlari qatorli xalqaro tahdidlarga qarshi turishda ittifoqning o'zaro moslashishini ishga oshirish uchun NATOning 2030-yillik planining muhim ekanligi qarshida birdaklik hosil qildi dedi. Pesaki uchrashishda NATO ittifoqdoshlarining mudofaa chiqimi va o'rtaq mudofaa ishlariga mablag' selish masalasining muzokara qilinganligini tilga olib, Bayden bilan Stoltenberg yana NATOning Afg'onistonga 20 yil bo'yicha mablag' selishi va uning diplomatik tinchlik o'rnatish tirishchanligi uchun elib berilayotgan xizmatlar to'g'risida so'zlashdi deganlarni qayd qildi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg yepiq yig'indan keyingi bayonotida Bayden bilan o'tkazgan uchrashuvda Xitoy masalasi haqida so'zlashganliklarini va kelarapda o'tkaziladigan Shimoliy Atlantik akti tashkiloti boshliqlari yig'inining kun tartib moddalarining birining Xitoy bo'ladiganligini aytdi. Stoltenberg Xitoyning pat yaqinda dunyodagi eng chong iqtisodiy gavdaga aylanadiganligini bayon qilib, biroq Xitoy biz bilan o'xshash qimmat qarashga ega emas. Biz Xitoyning Hong Kongdagi demokratik namoyishlarga qanday to'sqinlik qilganligi, Uyg'ur turklarga qanday muomala qilganligi, qo'shnilarini qanday qistoqqa olganligi va Tayvanga qanday tahdid solganligini ko'ryapmiz dedi. Baydenning NATO boshliqlar yig'inidan keyin Putin bilan ko'rishish qarorini qarshi olganligini bildirgan Stoltenberg, Rossiya bilan suhbatlashish ojizlikning alomati emas. Biz kuchlikmiz va birlikdamiz deganlarni so'zlariga ilova qildi. NASA yer shariga o'xshaydigan bir planetani bayqadi. Amerika olam qatnashi idorasi NASA kishini hayajonga soladigan bir bayqashni e'lon qildi. NASAning Jet Propulsion tajribaxonasi va Yangi Meksika universitetining olimlari Qizil patak deb ataladigan M patak yulduzning orbitasida aylanadigan TOI 1231b tashqi planetani bayqadi. NASA aniq bo'lmagan atmosferasi bor planetaning yer shariga intayin o'xshaydiganligini e'lon qildi. Olimlar TOI 1231b planetaning radiosi va massasini o'lchash orqali atmosferaning nima uchun paydo bo'lganligi to'g'risida muhim ma'lumotlarga erishdi. Atmosferasi taxminan 57 gradus bo'lgan TOI 1231b planetasidagi zich bulutlar planetada suv bo'lishi mumkinligini bildirdi. NASAning tadqiqotchisi Jennifer Bird keyingi ko'zlashlarimiz bu ilman planetalarning atrofida suv bulutlarining paydo bo'lishining qanchalik umumlashgan yoki oz ekanligini bilishimizga imkoniyat yaratib beradi dedi. TOI 1231b planetasining g'oyat zo'r hidrogen yoki hidrogen geli atmosferasiga va yoki quyuq suv hori atmosferasiga ega bo'lish mumkinligi qayd qilinmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.